Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan Koreyadagi Plus magazinidagi katta univermagdagi savdomizni obzor qilamiz. Univermagda bunday o'zingiz xohlagan dengiz mahsulotlaridan tayyorlangan sushilar va har xil shirinliklar ham sotadi. O'zlari tayyorlashi, chikinlar ham tayyorlash, qanotchalari tayyorlab sotishadi. Shirinliklarda mana bu shirinlik yangi tayyorlagan shirinlik ekan, menga juda ham yoqdi. Shuni sizlarga obzor qilib berishga harakat qilaman. Lekin bu judayam ustidagi biskvitda ajoyib yumshoq. Bizda O'zbekistonda bundaqa shirinliklar bormi yo'qmi bilmayman, lekin bu boshqacha tayyorlangan. Menga juda yoqdi. Ichidagi krem, ichiga krem ham qo'yilgan, lekin krem ham odam me'dasiga tegadigan darajada emas. Judayam yaxshi. Judayam xamirlari ham yoqadigan darajada judayam zo'r. Buni asli qo'lga olib tishlab yegan yaxshiroq ekan. Men qoshiqda yemoqchi bo'ldim, lekin eplolmadim. Qoshiqda yeyish biroz qiyin ekan. Harakat qilib o'tdim, lekin buni bemalol qo'l bilan yesa bo'ladi. Punchik deb nom qo'ydim, lekin judayam mazali ekan. Olar ko'rishlarini tavsiya qilaman.